Ra'no ichkariga qayrilmasdan bog'chaga Maxtum kirdi va tashqarini chaqirdi. Marhamat, Shahidbek, marhamat. Ra'no ichkariga kirishi bilan domlaning orqasidan harsillagan, gursillagan 50 yoshli chamaliq semiz bir kishi ko'rindi. Ko'k sallasi manglayining usti bilan o'ralib, o'siq qoshi qovog'iga yotgan bu bekning belidagi kumush kamara benihoyat o'sib tushgan qornini yuqoriga ko'tarib turish vazifasini ado qilar edi. Eshik ostida Shahidbek bilan Maxtum oralarida anglashilmaslik yuz berdi. Siz yuring, men rozi. Adabsizlik bo'ladi-da. Ortiqcha takallufni Shahidbekning o'zi qabul qilsa ham go'shti qabul qilmas edi. Takalluflanib o'ltirsa, borgan sayin o'ziga behuzurlik ortar edi. Shuning uchun Maxtumning oldiga tushib jo'nadi va yo'l ustida Mirzo Anvar ham kelgan ekan, deb qo'ydi. Anvar ularni qarshi oldi, so'faga chiqdilar. Shahidbek Anvar bilan entika ko'rishgach, joy ko'rsatilmasdanoq so'faning to'riga o'tirib oldi. Chunki zinadan chiqishda ancha ezilgan, takallufgacha kutishga toqati qolmagan edi. Fotihadan so'ng o'ltirgan yerida ust to'nini yechdi, belidan kamarini olib yoniga qo'ydi, sallasini chiqarib yostiqning ustiga tashladi va ro'moli bilan manglayidagi terlarini artib o'zini yelpidi. Xo'p, salomatmisiz, Mirzo? Shukur, o'zlaridan so'rasak, alhamdulillah. So'ngra Maxtum Anvardan hol so'radi. Biroz kechikdingizmi, Anvar? Zarurroq ishlar bor edi. Sarmunshiy qazo qilib, dedi Shahidbek. Hamma og'irlik sizning ustingizga tushgan bo'lsa kerak, Mirzo. Shunday, dedi Anvar. Lekin ba'zi vaqt viloyatlarga oshig'ich yuboriladigan noma va farmonlar chiqib qoladir. Shunday kezlarda hatto tunab ishlashga ham to'g'ri keladir. Shahidbek qayta boshdan manglayiga terilib qolgan terlarini artdi. Iloji yo'q. Anvar yer tagidan Maxtumga ko'z qirini tashlagach, o'rnidan turib tunini yechdi va zinaga borib kafshini kiya boshlagan edi. Maxtum buyurdi. Ichkariga kirib xabar oling, taom tayyor bo'lgan bo'lsa, olib chiqsangiz ham ma'qul. Xo'p. Anvar ichkariga ketdi. Uning orqasidan kuzatib turgan Shahidbek Maxtumga qaradi. Mirzoning tarbiyangizga kelganiga ko'p bo'lgan chiqar. Qariyb 14 yil. O'z farzandlaridek bo'lib qolganda, undan ham afzal. Ojizalari ham yetib qolgan bo'lsa kerak. Inshaalloh, Xudo yosh bersin, dedi Shahidbek. Mirzoni o'zlariga domod qilsalar ham bo'lar ekan. Ushbu mulohazamiz ham yo'q emas, dedi Maxtum. Modomiki bolani yoshligidan o'z farzandimizdek parvarish qildik, endilikda o'zimizga domod ham bo'lsin, deb ojizamizni so'ratg'uvchi ko'p oliy nasab xonadonlardan qat'iy nazar qilib kelamiz. Barakalla, dedi Shahidbek. Asli insof shudir. Ikkilamchi domodliq uchun nasabdan ilgari ilmu adab, fazlu kamol lozimdirkim, bu ham o'zlaridan maxfiy emas. Habba, dedi Maxtum ko'zini qisib. Biz ham shu gaplarni mulohaza qilib qoldik. Shahidbek Maxtumning mahalla ahllaridan bo'lib Xudoyorxon zakotchilarining biridir. Mundan ilgari Shahidbekning Maxtum bilan uncha yaqinligi yo'q va hatto o'zgan yillarda mahalla kishilaridan ba'zilarini Maxtumning imomatiga qarshi qo'zg'atib yurgan edi. Domla bilan do'stlashish tarixi esa 2-3 kundan beridir. Chunki shu kunlarda Anvarning sarmunshiy bo'lish ehtimoli shaharning katta-kichiklari orasida so'zlashilib qoldi. Shu ehtimol natijasida Maxtumning do'st va dushmanlari o'ylashga majbur bo'ldilar. Jumladan bizning Shahidbek zakotchimiz ham shu bir nechta kunning orasida qariyb bir chorak etini yo'qotayozdi. Chunki zakotchilar qisman bosh munshiy qo'l ostidagi moliya beklaridirlar. Agarda Shahidbek Maxtum bilan aloqasini tuzatmagan holatda Anvar munshiy tayinlanib qolsa, biror fojia bo'lish ehtimoli bor edi. Shahidbek fikricha, go'yo Maxtum Anvarga falonchibek falon vaqtda menga munday adovat qilgan edi. Endi fursat kelganda sen uni zakotchilikdan bekor qil deb buyurar. Anvar ham ustozining so'zini yerda qoldirmay, sarmunshiy bo'lgan kunidayoq Shahidbekni xizmatdan bo'shattirar edi.
Shahidbek Anvarning sarmonshiy bo'lishini tabiiy xohlamas edi, ammo Anvarga qarshi bir ish qilish kuchiga ham molik emas edi. Garchi hozirda Anvarning sarmonshiy belgilanishi bir ehtimol bo'lsa ham, Shahidbek har ehtimolga qarshi chora ko'rib qo'ymoqchi bo'ldi. Bundan 3-4 kun ilgari Maxtumga yaqinlashish andishasida avvalo unga iqtido qilib namoz o'qidi. Ilgari Maxtumning orqasida namoz o'qimas edi. Xufton namozidan keyin halqaga kirib, Maxtumning tilovatiga some bo'ldi. Ikkinchi kun ertalabki namozdan so'ng Maxtumga salom berdi va undan ahvol so'radi. Eshitib juda xursand bo'ldim. Har nechuk sarmunchiyning o'z kishilarimizdan bo'lgani yaxshi. Bu to'g'rida o'rdalik og'aynilarga iltimos ham qilib qo'ydim, dedi. Maxtum o'z ishida qancha pishiq bo'lsa ham, lekin do'st bilan dushmanni ajratolmas. Yana to'g'risi, necha yillik adovatlarni 2 og'iz shirin so'z yoki 5 pul manfaat evaziga unutib yuborg'uvchi edi. Bunda ham shunday bo'ldi. Bachchataloq adovatni tashlab shaytonga hay beribdir. Anvarning sarmunchiy bo'lishiga suyanibdir-da, shayton zo'r bo'lsa ham insofi chakki emas, deb Shahidbekka do'stona muomala qildi va Anvarning ishi to'g'risida bilganini so'zladi. Hali asr namoziga chiqqanda yana Shahidbek bilan uchrashib so'zlashdi va Anvar ahmoqning bu ishga norizoligidan shikoyatlandi. Shahidbek biroz o'ylagandan keyin men o'zim Mirzo Anvar bilan bir so'zlashay bo'lmasa, dedi. Chunki basharti Anvar bosh munshi bo'lib qolsa va bunda o'zining ham ishtiroki bo'lsa, albatta ha, deya shu mulohazada Shahidbekning ko'zi allaqancha joylarni ko'rib oldi. Mirzoning uyda bo'lish vaqtini aytsangiz, o'zim oldiga kirar edim, dedi. Anvar bekor gap, anchayin bo'lmagan gap, deb Maxtumning bu to'g'ridagi savollariga ahamiyatsizligini qilib javob berar va shuning uchun Maxtum ham bu kungacha masalaga ishonchsiz qarab kelar edi. Alhol ersa bu gap butun Qo'qon xalqi og'zida so'zlanib qoldi. Va buning ustiga Sulton Ali Mirzo Maxtumdan jiddiy iltimos ham qilib ketdi. Shu sabablarga binoan Maxtumning nazarida Anvarni ko'ndirish masalasi jiddiylashgan va Shahidbekning haligi so'zidan keyin o'z yoniga ko'makchilar, kengashchilar olish lozimini ham his etgan edi. Shu mulohaza bilan Shahidbekning haligi taklifini malmamnuniyat qabul qildi. Habba, alhol Anvar uyga kelgan bo'lsa kerak, lozim topsangiz men bilan birga marhamat qilingiz, dedi. Shahidbek Anvar bilan so'zlashgali va uni ko'ndirgali kelgandek ko'rinsa ham aslida g'arazsiz odam emasdir.